Bugun men sizga 1 iyuldan kuchga kiradigan eng muhim o'zgarishlardan biri haqida sodda, lekin juda aniq qilib tushuntiraman. Har bir kishiga 3-5 ming so'm beriladimi? Kim eng ko'p oladi? Kim umuman olmasligi mumkin? Degan savollar hozir ko'pchilikni o'ylantiryapti. Bu ma'lumot har bir oilaga tegishli bo'lishi mumkin. Chunki gap nafaqat pul haqida, balki hujjat, ro'yxat, ijtimoiy maqom va o'z vaqtida murojaat qilish haqida ham ketadi. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling va like bosib qo'ying. Chunki bunday xabarlarni kech eshitgan odam ko'pincha o'ziga tegishli imkoniyatdan foydalana olmay qoladi. Avvalo men eng muhim narsani ochiq aytaman. Har bir kishiga avtomatik tarzda 3-500 ming so'm tushadi degan gapni to'g'ridan to'g'ri shunday tushunish noto'g'ri. Odamlar ko'pincha sarlavhani ko'radi, keyin demak, pasportim bo'lsa bo'ldi, pul kartamga tushadi deb o'ylaydi. Amalda esa bunday qarorlar deyarli har doim aniq toifalar, aniq shartlar va aniq tartib asosida ishlaydi. Ya'ni pul hamma uchun bir xil emas. Hamma uchun avtomatik emas va hamma uchun kafolatlangan emas. Oldin qanday edi? Oldin ko'plab ijtimoiy yordamlar, kompensatsiyalar yoki subsidiyalar alohida tartibda berilar edi. Bir joyda mahalla tavsiyasi kerak bo'lardi. Boshqa joyda daromad tekshirilardi. Yana bir holatda bola soni nogironlik holati, boquvchisini yo'qotganlik. Ishsizlik yoki oilaning ijtimoiy himoya yagona reyestrida bor yo'qligi asosiy mezon bo'lardi. Natijada oddiy fuqaro uchun tushunish qiyin edi. Men olamanmi yoki yo'qmi? Qayerga boraman? Qaysi hujjat kerak? Nega qo'shnim oldi? Men olmadim degan savollar ko'payardi. Endi o'zgarayotgan jihat shuki, 1 iyuldan boshlab ayrim to'lovlar va qo'llab-quvvatlash mexanizmlari yanada aniqroq toifalarga bog'lanadi. Ayrim hisob-kitoblar yangilanadi. Ayrim oilalar uchun pul miqdori oshishi yoki qo'shimcha yordam paydo bo'lishi mumkin. Shu yerda 3-5 ming so'm degan raqam ko'pchilikning e'tiborini tortyapti. Men buni shunday tushuntiraman. Bu raqam ko'p hollarda maksimal yordam, bir martalik to'lov, bir oilaga hisoblangan qo'llab-quvvatlash yoki muayyan toifadagi shaxslar uchun belgilangan miqdor sifatida talqin qilinishi mumkin. Lekin uni O'zbekistondagi har bir fuqaroga naqd pul tarqatiladi deb tushunish xavfli. Endi kimlar bu masalada eng avvalo e'tiborli bo'lishi kerakligini birma-bir tushuntiraman. Birinchi navbatda kam ta'minlangan oilalar. Agar oilaning rasmiy daromadi past bo'lsa, uyda voyaga yetmagan bolalar bo'lsa, oila ijtimoiy himoya yagona reyestriga kiritilgan bo'lsa yoki mahalla orqali yordam olib kelayotgan bo'lsa, bunday oilalar o'z holatini albatta tekshirtirishi kerak. Chunki ko'p yordamlar aynan mana shu reyestr daromad va oila tarkibi orqali aniqlanadi. Masalan, bir oilani olaylik. Oilada ota ishlaydi, oyligi 2-3 ming so'm. Ona vaqtincha ishlamaydi. Uyda 3 nafar bola bor. Ijara haqi bor, kommunal to'lovlar bor, maktab xarajatlari bor. Agar bu oila rasmiy mezonlar bo'yicha kam ta'minlangan deb topilsa, ularga bolalar nafaqasi, moddiy yordam yoki qo'shimcha kompensatsiya belgilanishi mumkin. Mana shunday holatda 3-500 ming so'm degan raqam bir oyda har bir odamga emas, balki oila holati, bola soni yoki alohida dastur bo'yicha hisoblanadigan yordam bo'lishi ehtimoli yuqori. Shuning uchun men har doim aytaman, raqamni ko'rib quvonishdan oldin u qaysi toifaga, qaysi muddatga va qaysi tartibda berilishini tekshirish kerak. Ikkinchi toifa bu pensionerlar. Pensiya oladigan fuqarolar uchun 1 iyuldan boshlab indeksatsiya, qo'shimcha ustama, minimal miqdorlar yoki ayrim imtiyozlar masalasi muhim bo'lishi mumkin. Lekin bu yerda ham bitta nozik jihat bor. Hamma pensioner bir xil miqdorda oshirilgan pul olmaydi. Kimning ish staji ko'proq, kimning pensiya hisoblash bazasi yuqoriroq, kim nogironlik pensiyasi oladi, kim boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi oladi, kim yoshga doir pensiyada, bularning hammasi natijaga ta'sir qiladi. Masalan, bir pensioner hozir 20 ming so'm pensiya olayotgan bo'lsa, boshqa pensioner 2800 ming so'm olishi mumkin. Agar foizli oshirish bo'lsa, ikkinchi odamning oshgan summasi ko'proq ko'rinadi, lekin minimal kafolatlar oshsa, birinchi pensioner uchun ham sezilarli farq bo'lishi mumkin. Shuning uchun kim eng ko'p oladi degan savolga javob bitta emas. Eng ko'p oladiganlar odatda huquqiy maqomi aniq, hujjatlari to'liq, bir nechta asos bo'yicha yordam olish imkoniga ega bo'lgan fuqarolar bo'ladi. Uchinchi toifa bu nogironligi bo'lgan shaxslar va nogiron farzandi bor oilalar.
Bu toifadagi fuqarolar uchun yordamlar ko'pincha eng sezgir va eng zarur yo'nalishlardan biri hisoblanadi. Chunki bu yerda oddiy yashash xarajatidan tashqari dori-darmon, reabilitatsiya, parvarish, transport, maxsus vositalar, tibbiy ko'rik xarajatlari bor. Agar 1 yildan yangi tartibda qo'shimcha yordam yoki kompensatsiya berilsa, aynan shu oilalar eng avvalo o'z hujjatlarini tekshirishi kerak. Misol uchun oilada nogironligi bo'lgan bola bor. Ona bolaga qaraydi, ishlash imkoniyati cheklangan. Ota mavsumiy ishda ishlaydi. Daromad barqaror emas. Bunday oila oddiy oilaga qaraganda ko'proq xarajat qiladi. Agar bola uchun nafaqa, parvarish puli, dori kompensatsiyasi yoki mahalla orqali moddiy yordam mavjud bo'lsa, jami yordam miqdori katta ko'rinishi mumkin. Lekin buning uchun tibbiy xulosa muddati o'tmagan bo'lishi, nogironlik guruhi to'g'ri rasmiylashtirilgan bo'lishi, bola haqidagi ma'lumotlar elektron bazalarida to'g'ri ko'rinishi juda muhim. 4-toifa bu ishsizlar va ish qidirayotgan fuqarolar. Agar odam rasmiy ishga ega bo'lmasa, lekin ishga joylashish uchun bandlik organlariga murojaat qilgan bo'lsa, ayrim holatlarda kasbga o'qitish, subsidiya, vaqtinchalik yordam yoki ishga joylashish bilan bog'liq qo'llab-quvvatlash berilishi mumkin. Bu yerda 3500 ming so'm degan raqam odamning qo'lga naqd beriladigan pul emas. Balki o'qitish xarajati, asbob-uskunaga subsidiya. Tadbirkorlikni boshlash uchun yordam yoki ish beruvchiga ajratiladigan qo'llab-quvvatlash bo'lishi ham mumkin. Masalan, bir ayol tikuvchilikni o'rganmoqchi. U bandlik bo'limiga murojaat qiladi. Kursga yuboriladi. Keyin kichik tikuv mashinasi yoki o'zini o'zi band qilish uchun yordam so'raydi. Bunday holatda davlatning ajratgan yordami 3.500.000 so'm atrofida bo'lishi mumkin. Lekin pul shunchaki kartaga tushmasligi, balki aniq maqsadga yo'naltirilishi mumkin. Bu farqni tushunish juda muhim. 5-toifa bu bolali oilalar. Bolalar nafaqasi, kam ta'minlangan oilalar uchun moddiy yordam, maktab xarajatlari, ayollar daftari, yoshlar daftari, temir daftar kabi tizimlar orqali beriladigan yordamlar ko'pincha oiladagi bolalar soni, yosh toifasi va oilaning daromadiga qarab belgilanadi. Agar oilada bir bola bo'lsa, yordam boshqa, 3-4 bola bo'lsa, boshqa bo'lishi mumkin. Lekin yana takrorlayman, faqat bola borligi yordam avtomatik beriladi degani emas. Daromad, yashash sharoiti, rasmiy ro'yxat, murojaat va tekshiruv muhim. Endi eng ko'p xatoga yo'l qo'yiladigan joylarni tushuntiraman. Birinchi xato, qo'shnim oldi, demak men ham olaman deb o'ylash. Bu juda keng tarqalgan holat. 2 qo'shni bir mahallada yashashi mumkin, lekin ularning rasmiy daromadi, oila tarkibi, farzandlar yoshi, kredit majburiyati, nogironlik holati, mulki va avtomobil bo'yicha ma'lumotlari boshqacha bo'ladi. Davlat yordamlarida mana shu ma'lumotlar hisobga olinadi. Shuning uchun qo'shni bilan solishtirish har doim ham to'g'ri natija bermaydi. Ikkinchi xato, norasmiy ma'lumotga ishonish. Telegramdagi noma'lum kanallar, ovozli xabarlar, tez tarqating degan yozuvlar ko'pincha odamlarni chalg'itadi. Pasport rasmingizni yuboring, karta raqamingizni yozing, 3.500 so'm olasiz degan xabarlar juda xavfli. Men buni alohida ogohlantiraman. Hech qachon karta paroli, SMS kod, bank ilovasi kodi, pasport nusxasi va shaxsiy ma'lumotlaringizni noma'lum odamlarga yubormang. Rasmiy yordam hech qachon begona odamning shaxsiy chatida SMS kod so'rash orqali berilmaydi. 3-xato, hujjat muddati o'tib ketgan bo'lishi. Nogironlik ma'lumotnomasi, bolalarning tug'ilganlik guvohnomasi, nikoh yoki ajrim hujjatlari, yashash joyi bo'yicha ma'lumotlar, bank kartasi. Pasport yoki ID karta ma'lumotlari yangilanmagan bo'lsa, ariza ko'rib chiqilishi, cho'ziladi yoki rad etilishi mumkin. Ba'zan odam haqli bo'ladi, lekin hujjatdagi kichik xato sababli yordamni vaqtida ola olmaydi. Masalan, bola boshqa manzilda ro'yxatda turadi, ota-ona boshqa manzilda. Elektron tizim oilani to'liq ko'rmasligi mumkin. Natijada daromad yoki oila tarkibi noto'g'ri chiqadi. 4-nozik jihat, rasmiy daromad. Ba'zi odamlar mening qo'limga pul kam tegadi deydi. Lekin tizimda uning nomida rasmiy ish haqi, avtomobil, yer, tadbirkorlik faoliyati yoki boshqa daromad ko'rish mumkin. Davlat yordami belgilanayotganda ko'pincha aynan rasmiy ma'lumotlar tekshiriladi. Agar sizning nomingizda aslida foydalanmayotgan avtomobil bo'lsa yoki eski tadbirkorlik faoliyatingiz yopilmagan bo'lsa, bu ham yordam olish imkoniyatiga ta'sir qilishi mumkin. Shuning uchun men odamlarga har doim o'z nomidagi ma'lumotlarni tekshirtirishni maslahat beraman. 5-nozik jihat.
bir martalik to'lov bilan doimiy nafaqani adashtirmaslik. 300-500 ming so'm bir martalik yordam bo'lishi mumkin. Ya'ni bir marta beriladi va keyingi oy yana tushadi degani emas. Doimiy nafaqalar esa oyma-oy to'lanadi. Lekin ularning miqdori odatda alohida tartibda belgilanadi. Odamlar ko'pincha mana shu ikkisini aralashtirib yuboradi. Bir martalik yordam oila og'ir ahvolga tushganda davolanish, tabiiy ofat, turar joy muammosi, nogironlik bilan bog'liq xarajat yoki boshqa favqulodda vaziyat uchun berilishi mumkin. 6-nozik jihat. Kim ko'p oladi deganda faqat bitta to'lovni emas, umumiy yordam paketini ko'rish kerak. Masalan, bir oila bolalar nafaqasi olishi mumkin. Qo'shimcha ravishda mahalla orqali moddiy yordam olishi mumkin. Yana bandlik bo'limi orqali kasbga o'qitish yoki subsidiya olishi mumkin. Boshqa oila esa faqat bitta yo'nalishda yordam oladi. Shunda birinchi oilaning umumiy qo'llab-quvvatlovi ko'proq bo'ladi. Lekin bu hamma pul bir kunda qo'lga beriladi degani emas. Endi nima qilish kerak? Men sizga aniq yo'lni aytaman. Birinchi qadam o'z holatingizni baholang. Oilada nechta odam bor, nechta bola bor? Kim ishlaydi, kim ishlamaydi, kim pensiya yoki nafaqa oladi? Nogironlik bor yo'qmi? Rasmiy daromad qancha? Ijara yoki davolanish kabi katta xarajatlar bormi? Bularni yozib chiqing. Oddiy qog'ozga yozsangiz ham bo'ladi. Chunki mahallaga yoki ijtimoiy himoya organiga borganda aniq gapirish kerak. Ikkinchi qadam. Hujjatlarni tayyorlang. ID karta yoki pasport, bolalarning tug'ilganlik guvohnomasi, nikoh yoki ajrim guvohnomasi, nogironlik bo'lsa tibbiy ma'lumotnoma, pensioner bo'lsa pensiya hujjati, bank kartasi rekvizitlari, yashash manzili bo'yicha ma'lumotlar, daromad haqida ma'lumot, ijara shartnomasi yoki katta xarajatlarni tasdiqlovchi hujjatlar kerak bo'lishi mumkin. Har bir holatda hujjat ro'yxati farq qiladi, lekin asosiy hujjatlar shular. 3-qadam. Mahalla yoki ijtimoiy himoya bo'limiga murojaat qiling. Men buni telefon orqali mish eshitish bilan almashtirmaslikni maslahat beraman. Borib, men iyuldan boshlab belgilangan yordamlar bo'yicha mening oilam qaysi toifaga kiradi? Ariza topshirsam bo'ladimi? Qaysi hujjat kerak deb aniq so'rang. Agar javob og'zaki bo'lsa ham, qanday hujjat so'ralganini yozib oling. Agar ariza topshirsangiz, ariza raqami yoki qabul qilinganini tasdiqlovchi ma'lumotni saqlab qo'ying. 4-qadam. mypog.uz yoki tegishli rasmiy platformalar orqali elektron imkoniyatlarni tekshiring. Hozir ko'p xizmatlar elektron shaklga o'tgan. Ba'zan arizani uydan chiqmasdan yuborish mumkin. Lekin elektron ariza yuborayotganda ma'lumotlarni ehtiyotkorlik bilan kiriting. Ism, familiya, JSHSIR, telefon raqami, bank kartasi. Manzil xato bo'lsa, jarayon cho'ziladi. Agar elektron tizimdan foydalana olmasangiz, yaqinlaringizdan yordam so'rang yoki davlat xizmatlari markaziga boring. 5-qadam. Rad javobi bo'lsa, sababini so'rang. Sizga tushmadi degan gap bilan to'xtab qolmang. Nega rad etildi? Daromad oshib ketganmi? Hujjat yetishmayaptimi? Oilaviy tarkib noto'g'ri chiqqanmi? Tizimda xato bormi? Mana shu savollarga javob oling. Chunki ba'zi rad javoblari tuzatiladigan xatolar sababli bo'ladi. Masalan, manzil yangilanadi, tug'ilganlik guvohnomasi bazaga kiritiladi, eski tadbirkorlik yopiladi, keyin qayta murojaat qilish mumkin bo'ladi. 6-qadam. Firibgarlardan ehtiyot bo'ling. Agar kimdir men sizga 3500 ming so'm chiqarib beraman, faqat oldindan pul bering desa, bu juda katta xavf belgisi. Rasmiy yordam uchun pora, vositachi puli. Tezlashtirish haqi talab qilinmasligi kerak. Siz faqat rasmiy idoralar, rasmiy saytlar, davlat xizmatlari markazi, mahalla va ijtimoiy himoya organlari orqali harakat qiling. SMS kodini hech kimga aytmang. Bank kartangizning amal qilish muddati, CVV kodi, ilova parolini bermang. 7-qadam. Oiladagi barcha imkoniyatlarni alohida tekshiring. Masalan, otaning ishsizlik bo'yicha imkoniyati bo'lishi mumkin. Onaning ayollar daftari bo'yicha imkoniyati bo'lishi mumkin. Bolaning nafaqa yoki maktab yordami bo'yicha imkoniyati bo'lishi mumkin. Buning pensiya ustamasi bo'yicha imkoniyati bo'lishi mumkin. Ba'zan odamlar faqat bitta eshikni taqillatadi, boshqa yo'nalishlardan bexabar qoladi. Men ekspert sifatida shuni aytaman. Yordam tizimida eng ko'p yutadigan odam ko'p joyga yugurgan odam emas. Balki o'z toifasini to'g'ri bilgan va hujjatini to'liq qilgan odamdir. Yana bir real misol keltiraman. Bir oilada ota vafot etgan, ona 2 farzand bilan qolgan. Ona ishlaydi, lekin maoshi kam. Bunday holatda faqat kam ta'minlanganlik emas, balki boquvchisini yo'qotganlik, bolalar nafaqasi
moddiy yordam, maktab xarajatlari bo'yicha imkoniyat bo'lishi mumkin. Agar ona faqat bitta ariza bilan cheklansa, kamroq yordam olishi mumkin. Agar u barcha asoslarni tekshirtirsa, umumiy yordam ancha oshadi. Mana kim eng ko'p oladi degan savolning haqiqiy javobi shu. Eng ko'p oladiganlar huquqiy asoslari ko'p va hujjatlar tartibli bo'lganlardir. Yana bir misol, yolg'iz yashovchi pensioner bor. Pensiyasi minimal darajada, farzandlari boshqa viloyatda, sog'lig'i yaxshi emas. Agar u faqat pensiya bilan yashasa, qiynaladi. Lekin u mahalla orqali moddiy yordam, kommunal to'lovlar bo'yicha imtiyoz, dori-darmon yoki davolanish uchun bir martalik yordam olish imkoniyatini tekshirtirsa, qo'shimcha yordam chiqishi mumkin. Bunda ham 3.500 ming so'm birdan hammaga beriladigan pul emas, balki aniq ehtiyojga qarab ajratiladigan yordam bo'lishi mumkin. Eng muhim tavsiyam, yurni kutib o'tirmang. Hujjatlarni hozirdan tekshiring. ID kartangiz yaroqlimi, telefon raqamingiz o'z nomingizdami, bank kartangiz ishlayaptimi, farzandlaringiz hujjatlari joyidami, nogironlik yoki tibbiy hujjat muddati o'tmaganmi? Bularni oldindan ko'ring. Chunki to'lovlar boshlanganda idoralarda navbat ko'payadi, odamlar shoshiladi, xatolar ko'payadi. Oldindan tayyorlangan odam esa vaqt yutadi. Demak, 1 iyuldan 3500 ming so'm atrofidagi yordam yoki qo'shimcha to'lov haqidagi gapni oddiy qilib tushunsak, bu pul hamma fuqaroga avtomatik tarqatiladi degani emas. Eng avvalo kam ta'minlangan oilalar, bolali oilalar, nogironligi bo'lgan shaxslar, pensionerlar, ishsizlar, og'ir ijtimoiy vaziyatdagi fuqarolar va hujjat to'liq bo'lganlar e'tibor berish kerak. Kim eng ko'p oladi? O'z maqomini to'g'ri aniqlagan, rasmiy ro'yxatlarda ma'lumoti to'g'ri turgan, vaqtida ariza bergan va barcha yo'nalishlarni tekshirtirgan odamlar eng ko'p foyda ko'radi. Men sizdan so'rayman, sizningcha bunday yordamlar hammaga bir xil berilishi kerakmi yoki faqat ehtiyoji bor oilalargami? Fikringizni izohlarda yozib qoldiring. Videoni foydali deb bilsangiz, albatta like bosing, yaqinlaringizga yuboring va kanalga obuna bo'ling. Men esa keyingi videolarda ham sizga qarorlar, to'lovlar, pensiya, nafaqa va ijtimoiy yordamlar bo'yicha eng muhim ma'lumotlarni oddiy tilda tushuntirib boraman.